butun dunyo davlatlari bizga bo'ysunmoqi kerak. Mana shu narsa butun dunyoni boshqaradi. Yahudiylar eng oliy irqdir. Dunyo xalqlari unga bo'ysunmoqi kerak. Dunyoga yangi tartibot kerak. Uni biz shakllantirishimiz zarur. Falastin yerlari biznikidir. U yerlar bizga Xudo tomonidan in'om etilgan. Butun dunyo bizga bo'ysunishi kerak. Buning uchun esa biz Amerikani qo'lga olamiz. Falastin yerlari biznikidir. Bu yerlar bizga Xudo tomonidan in'om etilgan. Ayni shu vaj bilan Isroil bir necha yillardan beri Falastin yerlarini egallab keladi. So'nggi vaqtlarda Isroil G'azo sektoriga bostirib kirib, dunyoda yangi bir inqirozli davrni boshlab berdi. Isroil bu yerdagi aholiga qilayotgan vahshiyliklarni ta'riflashga til ojiz to'g'risi. Shu vaqtga qadar demokratiya, inson huquqlari deb bong urib kelgan AQSh Isroil amalga oshirayotgan qatl omni oqlashda davom etmoqda. Orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. Mana shu voqealardan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarini yahudiylar boshqarish haqidagi gaplar yana o'rtaga chiqdi. Ayrimlar bu gaplarni shunchaki mif, konspirologiya yoki fitna nazariyasi deb atasa, ayrimlar buni haqiqat deb ta'kidlaydi. Nahotki dunyoni eng qudratli davlati hisoblangan AQShni bir necha kishilar boshqarsa. Bugun shu haqda gaplashamiz. Avvalo yahudiylar qanday qilib Amerikaga bo'lib qolganiga to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'rta asrlarda Yevropada yahudiylar taqiqda hayot kechirgan. Boisi nasroniy dinining payg'ambari hisoblangan Iso alayhissalomning o'limida yahudiylarning qo'li bo'lgan. Yevropa shaharlarida alohida yahudiylar istiqomat qiluvchi ko'chalar bo'lib, ular getta deb atalgan. O'rta asrlarda yahudiy ravin, ya'ni kohinlari tomonidan bir fatvo e'lon qilinadi. Bunga ko'ra yahudiylar yahudiy bo'lmagan insonlarga foiz evaziga pul berishi mumkin edi. Buning ortidan bir qancha yahudiy oilalar mo'maygina mablag' to'plab boyib ketadi. Ulardan eng ko'zga ko'ringani siz biladigan Rothschildlar oilasi hisoblanadi. Yevropa mamlakatlarida taqiqda hayot kechirayotgan yahudiylar yangi qit'a Amerika kashf etilgach, o'z omadlarini yangi dunyodan izlashdi. Ayniqsa 1821-yilda Rossiya imperiyasida yahudiylarga qarshi boshlangan ommaviy zo'ravonlik harakati yahudiylarni Amerikaga ko'chib o'tishga majbur qildi. 19-asr oxirigacha Amerikada yahudiylar juda kam bo'lgan. Amerikaga dastlab Ispaniyadan yahudiylar ko'chib kelgan. Keyinchalik Yevropadagi yirik moliyachi yahudiylar ham yangi dunyoga ko'chib o'tishdi. Misol uchun 19-asrning o'rtalarida kelgan ko'pchilik nemis yahudiylari mamlakatning turli shaharlarida kiyim do'konlari ochishgan va Nyu-Yorkdagi bank ishlarida faol ishtirok etishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari 1776-yilda mustaqil davlatga aylangach, o'sha vaqtda mamlakat ichida bir necha ming yahudiy bo'lgan xolos. 19-asr o'rtalarida Yevropadagi 200 mingdan ortiq yahudiy AQShga ko'chib o'tdi. Ular mamlakat bo'ylab joylashib biznesda kichik do'kon ochishdan tortib, Lehman Brothers va Goldman Sachs kabi moliyaviy imperiyalar barpo etishdi. Mana buni muvaffaqiyat desa bo'ladi.
Nima, yahudiylar shu orqali AQSh jilovini qo'lga olganmi deyishga biroz shoshilmang. Asosiysi endi boshlandi. ...2020 yil Mercedes-Benz platformasida dollar chiqaruvchi mashina hisoblangan AQShning Federal rezerv tizimi qanday ishlashi, unga aslida kimlar asos solgani to'g'risida maqola e'lon qilindi. Unda ta'kidlanishicha, yahudiy oilalar Amerika boshqaruvini qo'lga olish uchun o'ta pishiq va maxfiy reja tuzishgan. Chunki Yevropa banklaridagi kapitalni kemaga solib, shundoq okean ortidagi qit'aga olib o'tishni iloji yo'q edi. Buning uchun qulay vaqt va sharoit kerak bo'lgan. 1907-yilda AQShda moliyaviy inqiroz boshlandi. Albatta, bu tashqi kuchlar yordami bilan atayin uyushtirilgan edi. Mamlakatdagi insonlar banklardan ommaviy tarzda o'zlari qo'ygan pullarni yechib olishni boshladi. Bunday holatga dunyoning manaman degan banklari ham dosh bera olmaydi. Jamg'arma inqirozi butun Amerika iqtisodini parchalab tashlashi mumkin edi. Ammo shu vaqt yirik bankir George Pierpont Morgan AQShdagi barcha banklarga yordam berish tashabbusi bilan chiqadi. Shu joyda aytib o'tib ketay. Morgan Yevropadagi eng yirik yahudiy oila hisoblangan Rothschildlar bilan salomaligi ancha quyuq bo'lgan. Mamlakat Kongressi ushbu taklifni qo'llab-quvvatlab, AQSh konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan pul zarb qilish huquqini vaqtinchalik Morganga beradi. Natijada u G'arbiy Yevropadan Amerikaga katta moliyaviy resurslarni o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Morgan o'z bankida pul o'rnini bosuvchi 200 million dollarni ishlab chiqarib, Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotini saqlab qoladi. Mana sizga Amerikaning haqiqiy qahramoni. 1908-yilda AQSh prezidenti Theodore Roosevelt Milliy pul qo'mitasini tashkil etish haqidagi qarorga imzo chekdi. Qo'mitaning asosiy vazifasi barcha bank tizimi ishlarini kuzatish va Kongress uchun maslahat berish bo'lgan. Buni qarangki, qo'mitaning barcha a'zolari Joe Pierpont Morgan va Rothschildlar oilasiga yaqin insonlar tashkil qilgan. 1910-yilda Jacobs Island orolida Amerikadagi eng katta banklarga egalik qiluvchi yahudiy oilalarning kattalari o'zaro yig'ilib, AQShda pul ishlab chiqaruvchi federal zaxira tizimini yaratishga kelishib oladi. Ushbu uchrashuvda Rothschildlarga qarashli bo'lgan Kuhn va Loeb bankining vakili Jacob Henry Schiff, National City of New York Bank vitse-prezidenti Frank Arthur Vanderlip, Morganning shaxsiy emissari hisoblangan Gary Davison, Morganga tegishli bo'lgan New Yorkning birinchi milliy bankining prezidenti Charles Norton, Benjamin Stron, yaqindagina Germaniyadan kelgan millati yahudiy hisoblangan Paul Martins Walburg va sayyoramiz tarixidagi eng boy insonlardan biri Bernard Baruch qatnashgan. Aynan Bernard Baruch prezident maslahatchisi sifatida Woodrow Wilsonga federal zaxira tizimini yaratish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini so'ragan. Va nihoyat 1913-yil 23-dekabr kuni endigina prezident etib saylangan Woodrow Wilson federal zaxira tizimini yaratish haqidagi qonunga imzo chekadi. Ushbu tashkilot mamlakatda markaziy bank funksiyasini bajarish va AQSh tijorat bank tizimi ustidan markazlashgan nazoratni amalga oshirar edi. Keyinchalik o'lim oldidan Woodrow Wilson qilgan qaroridan afsuslanib, men mamlakatni aldadim, millat taqdiri kichik guruh insonlar qo'lida qoldi deb aytgan ekan. Bugun AQSh davlatining federal zaxira tizimi oldidagi qarzi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada katta, ishonasizmi? Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Qo'shma Shtatlarning qarzi 33 trillion dollarni tashkil etadi. Albatta, bu qarzlar nimaningdir hisobiga qaytarilishi kerak. Sizningcha bu nimani hisobiga qaytarilishi mumkin? Bugungi kunda yahudiylar Qo'shma Shtatlardagi eng boy diniy etnik guruh hisoblanadi. Pew Research Center tomonidan 2006-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, yahudiylar AQShdagi eng boy diniy etnik guruh ekanligi aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Amerikadagi yahudiylarning 44% daromadi kamida 100 ming AQSh dollar bo'lgan uy xo'jaliklarida istiqomat qiladi.
Bundan tashqari 2021-yilda Forbes nashri tomonidan 400 nafar dunyoning eng boy shaxslari ro'yxatining top 10 taligiga AQShdagi bir nechta yahudiy shaxslar kiritilgan. Bular Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer va Michael Bloomberg. Albatta, bu nomlar bizga ko'ringani, lekin bugungi kunda AQSh federal zaxira tizimi kimlar boshqarishi, parda ortidagi o'yinchilarning ism-sharifi hali hanuzgacha ma'lum emas. Bir so'z bilan aytganda, qo'lingizdagi AQSh dollari mamlakatning puli emas, balki federal zaxira tizimining xususiy mulki hisoblanadi. Bu tashkilot esa na prezidentga, na senatorlarga bo'ysunadi. Mana azizlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib izoh qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.